Assalomu alaykum akalar. Xudo xolasa yangi sarguzashtni ham boshlab oldik. Oltiariqdan Moskvaga yuramiz xudo xolasa. Yukimiz Toyota. Kecha payt yuklab olib kelib qo'yganman. Sherik bilan dokument pul kelyapti. Yo'lga chiqaramiz xudo xolasa. Yo'lni kuzatib turasizlar xudo xolasa. Mana shu joyda Moskva bozoriga qarab yo'lga chiqamiz. Videoda qiziqarliroq qilib olishga harakat qilamiz xudo xolasa. Iloji boricha foydali, kerakli video qilishda harakatdamiz. Qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Mana xudo xolasa beraverga ham ko'tarilyapmiz. Taroz yaqinlab qoldik. Sirdaryo viloyati. Taqdir yana bizni shu yo'llarga boshladi. Qozog'istonga через Sirdaryo Ilchovka orqali chiqamiz. O'tamiz. Chunki dokumentlar yangi yo'lda bo'ldi. Radar 60 da 500 metr. Maysiga qaytib ketishga imkon yo'q edi. Chunki u taraf 5 kilometr, 4 kilometr o'chib. Iloji bilan Sirdaryodan o'tamiz. Tarafta mashina kam. Chunki Qozog'istonga o'tib ketadigan yo'lda bu. Qozog'iston chegarada juda ozgina qishloq bor. O'sha joylar, o'sha qishloqqa kirib chiqadiganlar. Salarganimiz ham uch yetib oladi. Chiqib oladi Qozog'istonga. Saraz chiqib salarga qo'yamiz. Reysimizda bemalol. Ertagacha jo'nashda oladi. Rospromneft akalar Chimkentdan chiqib Rosprom salargalar quyapmiz. Birinchi salargan holat -10 ga javob beryapti. Bular 313 dan bir ikkita sheriklar o'sha ketib turganimizda -1-2 gacha tushdi. Videolarda ham ko'rdilar. O'shanda ko'p salarkalar to'g'nab qoldi. Ko'pchiligiga. Bu yerdan bir marta quyganda salarkasi o'ta ma'qul keladi. Bundan keyin Brent oil bor, o'sha yerdan quyilyapti turadi. Bizniki to'lka. Brent oil quymadim. Mash bokim 750 litr. O'sha yerdan boshlab Samaraga kirib boradi, xudo xolasa. Rospromga tegaraklarni. Refimiz to'ldi. Endi navbat
Hokimimizga. Rapor 800 dollarlik sarvaga qo'yapmiz. 1 tonna 400 mo'ljallayapman. Ozroq ketsa ham kerak, yana bilmadim. Rabek 587 kilometr, 226 litr. Zapravka hali ketganimiz yo'q. İşte ko'rvoylar. Granitsaga borib omchot qilamiz. Turgan joydan aylantirib olingda qo'lingizga. Sizlarga kadr olamiz, dizi to'kilib ketibdi. Qopni oyog'isiga kelmasdan 5 kilomga tushmabdi, salafani o'ziga to'kilib. Shunday gaplar ketilyapti. Qizil o'rtaga qarab. Yarim dizi yo'q. To'kilib ketibdi. Akalar YouTube'da 1000 ta bo'lganimizni hisobiga bu safar bunaqa selfie apparat olib chiqdim. Videoga gadstuniroq bo'lgani. Shunda oling ya, bunda oling kadrlang, shunda olindi. İlaçsızman, yanayapman. Bor dunyoda Qanaqa bizda zerik show ketilaveradi. qancha qoldi Sherik. sanayapman. Shogirtong aka, shogirtong deb yozadiganlar sherik bor. Atak. Yig'lab Bizda ertalabda zavtricha. Go'sht. Ot. Yoqmish daha. Akalar granitsaga ham yetib keldik. Jayson. Men hozirlarga rasxodni ko'rsatsam. Ancha sararga ishdi. Yuryapsizlar, past bir tochka oshiqroq sararganimiz qolgan. Rasxod mana 700 litr sararga. Nolinga rasmda solishtirasizlar. 2226 kilometrga 700 litr salarga. Yaxshimi yomonmi?
Rossiyada bo'lib turgan vizasiz migrantlar 90 kundan o'tib ketgan bo'lsa, ko'pchilik deport qilyapti ekan. Ya'ni ishlagani kelganlar, bez patent yurganlar, shunaqa bizga o'xshagan furada kirib chiqadiganlar, Lexjoyda kirib chiqadiganlar, taksi qiladiganlar, shunaqalarga tegishli. Ya'ni mana yuk olib kelyapmiz, bugun 17-mi? Misol kiryapman, bozorga boryapman. 4-5 kun, 5-6 kun bozorda turyapman. Yana boshqa yukni olib, yana obratga qaytib kelganimgacha, Rossiyadan chiqqanimgacha 10 kun, 15 kun, o'rtacha 10 kun zo'r bo'shagan, zo'r chiqib ketgan 10 kun. Qolib ketgan 15 kun, 20 kun. Shunaqa bir reysda misol 15 kun bo'lsa, bir yilda 10 marta kirsa 150 kun. Shunaqa qilib hozir oyda o'sha oxiri bilasizlar, oktyabr oyi. Shunga tavakkal qilib chiqqanmiz, xudo xolasa yo'limizni ochiq qilsa Alloh. Eson-omon qaytib olamiz. Ko'pchilik kechasi yuryapti. Rezan kirishda turibmiz. Transportnilarni kutib, transportnilar yo'qolgan yerlar o'zishlayapmiz. Hozir sekin o'tib ketamiz. Transportniga ayb topdimi, sirasi yozishga harakat qilishib. Bizdan yani orqasida 200 metrda transportni. Shunaqa gaplar bizda. Mashinalar nava. O'nda o'zbek mashinalar. Mana M5dan M4ga tushyapmiz. Ko'rishinglar mumkin. M5 chap qo'limizda. Yo'llar oddiy sodda yo'llar emas. Murakkab yo'llar. Bitta dastalang ketdilar. Bu tarafdan o'ynar, chap taraf, bu taraf. Hozir bu yo'lga ruxsatnoma bilan tushamiz. Shunda o'zdan kelib tushga to'g'rimaysizlar. Ruxsatnoma olish kerak. 1 yillik, 2 oylik, 3 oylik har xil ruxsatnomalar bo'lsa kerak. Biz 1 yillik olganmiz. tushib turib 2 kilometr yurib sudga ketamiz. Ya transportni kontrol bor, keyin kurslar ichiga akalar bitta probka bo'lsa, o'ta qattiq probka bo'ladi. Ozginagina avariya channelidan 5-10 kilometr probka ketadi.
ertaga bozorni boshlaymiz. Ana shunday tepamda. Ya'ni oshxona. Ko'pchilik biladi fabrikalar. Ertaga bozorni boshlaymiz endi xudo xolasa. Assalomu alaykum. Yana bir bor Moskvadan salom alaykum. Choy ichib qo'yapmiz. Ertalabki zavtraga. Yana choy qaymoq bilan non oldik. Kvastoglar. Birinchi kvastog 2, 3, 4 bo'lib ketgan. Ichkarida savdo bo'ladi, ichkarida shunaqa savdo bo'ladi. Savdolar to'xtagan. Shu bozor ertalab soat 4-5 ta boshlanadi. Kechga tugadi.